sizga. Mengami? Rosti. Taqim ishtaqa. Ayazga salom aytib qo'ying. Xo'p. Rahmat sizga kattakon, opaginam. Siz menga shu qizingiz orqali birini bergan bo'lsangiz, sizga 100'ini, 1000'ini, millionini, milliardini bersin. Yaratgan egam. Hozir bitta opamizga zakaz olib borganim, telefon qildim. Hozir chiqaman dedi. Qisqasini chiqarib yuboribdi. Shuni pul uzatyapti-da menga. Men deb nimaga desam, bu sizga deyapti. To'g'risi xursand bo'lib ketdim. Pulda ko'p yoki kamligida emas gap. E'tiborda. Yaxshi tarbiya beribsiz farzandingizga. Xudo xolasa, hali o'sha farzandingizdan faxrlanadigan inson bo'lib yurasiz. İnsonlarga yaxshilik qilib yuradi. Nasib bo'lsa, inshaalloh. Aytishadi-ku, qush uyasida ko'rganini qiladi deb. Rahmat kattakon. Boringizga shukr. Yaxshilik qilishda davom eting. Xudo xolasa, men ham imkoniyatim boricha insonlarga yaxshilik qilib yuribman. Nasib bo'lsa, yaxshilik qilish uchun ko'p pul kerak emas. Shunaqangi ozgina e'tiboringiz ham kimlargadir xuddi men kabi yuzga kulgu tabassum ulashgan bo'lsa, o'shandan xursandman. Rahmat.